Diqqat qiling, aholiga tezkor xabar. O'zgidromet markazi 22-apreldan 29-aprelgacha ob-havo ma'lumotlarini e'lon qildi. Unga ko'ra, havo o'zgaruvchan bo'ladi. 22-23-aprelda yomg'ir yog'adi, momaqaldiroq bo'ladi. 24-dan 29-aprelgacha yog'ingarchilik kutilmaydi. G'arbiy shamol yo'nalishini o'zgartirib, sharqdan 7-12 metr/sekund tezlikda esadi. 22-aprelda ayrim joylarda 15-20 metr/sekund tezlikkacha kuchayadi. Ayrim joylarda chang to'zonlar bilan kuzatiladi. Harorat 22-aprelda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 23-28 darajalik. 23-aprelda kechasi 13-18 darajalik, kunduzi 23-28 darajalik. 24-aprelda kechasi 12-17 darajalik, kunduzi 27-32 darajalik. 25-aprelda kechasi 14-19 darajalik, kunduzi 30-35 darajalik. 26-dan 28-aprelgacha kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 30-35 darajalik. 29-aprelda kechasi 15-20 darajalik, kunduzi 28-33 darajalik bo'ladi. O'zingizdan asrang, xayr, salomat bo'ling.